Hammaga salom. Bugun sizlar bilan mana shu Emo robotni o'tamiz. Bu Emo robot sizning siz bilan bemalol gaplashishi, sizga har xil savollar berishi mumkin. Bunda siz bu yerdan gapirishingiz mumkin, bu yerdan yozishingiz mumkin. Biz gapirmoqchi bo'lsak, buni bosib, mana bu yerdan birinchisiga bosamiz. Emo, menga savol ber. Ajoyib fikir. Bu hekdir batafsilroq berib bering, tinglayapman. Ajoyib fikr. Bu haqida batafsil gapirib ber, tinglayman dedi. Keyin sizlar bu yoqqa qanaqa savol berishini yozasizlar. Menga matematikadan savol ber deb yozamiz. Ajoyib fikir. Bu hekdir batafsilroq berib bering, tinglayapman. Bizga mana shu javobni berdi. Sizlar buni yasashingiz uchun bundoq qilamiz. Gaminaga kiramiz. Gaminaga yozamiz. Menga Emo robot yasab ber. U ishlasin, men bilan gaplashsin. Unda yozsa ham bo'lsin, gapirsa ham bo'lsin. HTML kodlarni yozsangiz, sizga batafsil HTML kodda chiqarib beradi. Keyin sizlar Windows R qilasizlar, mana bu narsa chiqadi. Buni bosamiz. Bo'sh ekran chiqadi. Sizga HTML kodni kopiya qilgansizlar, CV qilamiz. Menda hozir yo'q, shuning uchun chiqmaydi. Keyin Ctrl Shift S qilamiz. Bu o'zi boshqa narsa. Ctrl Shift S qilgandan keyin siz рабочий stol qo'yasiz. Men sizlarga bunga oldindan ham tushuntirganman. Sizlar buni bilasizlar. Sizlarga просто yangi kelganlarga o'rgatib qo'ydim. Sizlar bilan xayrlashamiz. Biz bugun Emo robotni o'qitdik. Bu Emo robot sizlarga ancha yordam tegadi. Siz bilan gaplashib turish, siz bilan gaplashadi. Yana yordam beradi sizga. Bu sizga foyda berishi aniq. Shuning uchun sizlar bu ilovadan ko'proq foydalanib turaveringlar. Sizlar mana bu robotda mana buni to'xtab turinglar. Bu yerdan Emo robot deb yozsani kartinaga o'tamiz. Mana shu robot Emo robot degani. Bu sizlar bilan gaplashadi ham. Buni o'z videosi bo'lsa sizlarga qo'yib berishim mumkin. Hozir tepadan videoga o'tamiz. Mana Meet'ten ekran bu to'xtab turinglar. Ko'rdinglar bu robotda buni ancha plyus tomonlari bor va sizlar bilan darddosh bo'la oladi. Ana yuzini har xil ko'rinishga keltira oladi bu. Sizlar buni tushunib oldinglar qanaqa robotligini. Sizlar bilan hozircha xayrlashamiz. Meni ko'rganingiz uchun rahmat. Hamma salomat bo'lsin.